Fermer yerida uy qurish mumkin emas, biroq qonunchilikka ko'ra ushbu yerda ham 8 ta obyektni qurishga ruxsat etiladi. Agar sizga ushbu ma'lumot qiziq bo'lsa, videoga like bosing va oxirigacha tomosha qiling. Vazirlar Mahkamasining 614-sonli qaroriga ko'ra, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan sug'orilmagan yer maydonlariga fermer xo'jaligi o'zlariga xizmat ko'rsatuvchi binolarni joylashtirishga ruxsat etilishligi ko'rsatilgan. Ushbu xizmat binolarining turlari quyidagilar sanaladi. Ya'ni chorva mollari uchun binolar, yengil konstruksiyali issiqxona uchun joylar, muzlatkichli omborlar uchun joylar, saralash va qadoqlash uchun joylar, texnika parki uchun joy, dala shiyponi uchun joy, transformator stansiyasi uchun joy hamda muqobil energiya inshootlari uchun maxsus joy. Biroq ushbu qarorning muhim bir jihati bor. Ushbu binolarni hech kimdan ruxsat so'ramasdan o'zboshimchalik bilan qurish mumkin emas. Aks holda binolaringiz buzilishiga va sizga nisbatan jarima jazosi qo'llanishiga olib kelishi mumkin. Xo'sh, qanday tartibda ushbu binolarni qonuniy asosda joylashtirishimiz kerak degan savol tug'ilgan bo'lsa, buning uchun sizda 3 ta hujjat mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni birinchisi ichki xo'jalik yer tuzish loyihasi va ikkinchisi ushbu hujjatlar davlat xizmatlari orqali tasdiqlanishi ham talab etiladi va so'nggida ushbu yer uchastkangizda xuddi shu binolarni joylashtirishga ruxsat beruvchi hokimning qarori mavjud bo'lishi kerak. Amaliyotda hozirgi kunda qanday huquqiy muammolarga duch kelinyapti? Ko'pincha holatda fermer xo'jaliklarimiz yer uchastkasi bizga berilgan ekan. Demak, ushbu yer uchastkasi ushbu fermer xo'jaligi uchun xizmat ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan obyektlarni hech kimdan ruxsat so'ramagan holatda, hech qanday hujjatlarni rasmiylashtirmagan holatda qurilishlarni amalga oshirishyapti va qurilishni amalga oshirib bo'lgandan so'ng ana endi qonunlashtirsam bo'ladi va ana endi qonunlashtiraman deb harakat qilmoqda. Biroq bu juda ham qiyin va murakkab bo'lib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun avvalo qurilishni amalga oshirishdan oldin hujjatlarini to'g'irlash kerak va undan so'ng qurilishni amalga oshirish shart. Sizningcha fermer xo'jaligi tegishli bo'lgan yer uchastkalarida omborlar va boshqa bir qurilish inshootlarini joylashtirish to'g'rimi yoki ushbu yer uchastkalarida faqatgina qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish kerakmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videoda fermer xo'jaligining qancha yer maydonida qurilishni amalga oshirish mumkinligi to'g'risida batafsil tushuntirib beraman. Ushbu videoni o'tkazib yubormaslik uchun storislarimizni muntazam tarzda kuzatib boring hamda sahifamizga obuna bo'lishni unutmang.